Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Bugün okuyduğumuz 4. ders sağlam aqideden burilib ketish, qiyilib ketish sebeplari haqida. Sağlam aqideden chetnab ketishga sabab bo'lgan sabablar zodi qaysilar? Bu sebeplerden birinci sebep sağlam aqida haqida tushunchaga ega bo'lmaslik, jahillik, yani bilimsizlik. Sağlam aqidani o'rganish va o'rgatishdan yuz o'rish yoki ko'ngil bo'lmaslik, ko'ngil bo'lishi yetarli bo'lmaslik sabablardan aqidani bilmaydigan yangi bir avlod dunyoga keladi. Ular aqidaga zid keladigan, qarshi keladigan buzuq, nachar aqidalarni sağlam aqidadan ayıryamaydı. Haq nima, batıl nima, onu ayıryamaydigan mushundaq bir avlod dunyoga keladi. Bu haqda Ömer ibn Xattab raziyallohu anhu shundaq degan: İslamning tutqunlari bir halqadan o'ziladi. Agar islomda jahiliyatni bilmagan kishi o'sib yetilsa. Ya'ni jahiliyatni bilmaydigan degani sağlam aqidaning qarshisi bo'lgan buzuq aqida qaysi, haram ishlar qaysi, mushuni bilmaydigan kishi to'g'ri xatoni ayıryamaydı. Shuning bilan islomning halqalari, tutqunlari bir halqadan uzilib ketishga sabab bo'ladi. Ikkinchi sababi yomon da'vatchilar, duatus su, yomon da'vatchilarga ergishish va azdirdigan imomlarga ergishish. Xuddi Alloh taolaning munu so'ziga o'xshash. Biz ularni do'zaxga da'vat qiladigan imomlar qildik va ular qiyomat kuni yordamga erishamaydi. Yana Huzayfa raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundaq degan: Do'zaxning eshiklarida do'zax tarafga chaqiradigan da'vatchilar, chaqiruvchilar bo'ladi. Kimki ularning chaqiriqiga ovoz qo'shadi ekan, ular uni shu do'zaxga tashlaydi. Huzayfa raziyallohu anhu deydiki: "Men, ey Rasululloh, bizga ularni sifatlab bersizlar" desam, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular bizdan bo'lgan, bizning tilimizni so'zlaydigan kishilardir dedi. Yana Savban raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam men ummatimga ozdirg'uchi imomlardan qo'rqaman, ansirayman degan. Yana Abdullah ibn Amr raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini angladim deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundaq degan: Alloh taolo ilmni bandalardan biroqla tatib qo'ymaydi. Lekin Alloh bandalardan ilmni, o'limalarni qabzruh qilish, o'limalarning o'lib ketishi orqali ilmni ulardan tatib qo'ydi. Hattoki insonlarning orasida olim qolmaydi. Kishilar jahil kishilarni boshliq qilib oladi. Ya'ni bilimsiz, nodon kishilarni o'zlariga bosh qilib oladi. Kishilar ulardan savol so'rasa, fatvo so'rasa, ular ilmsiz fatvo beradi va ezib ketadi va boshqalarni ozdiradi. Yomon da'vatchilar haqida mayli burunqi zamonda bo'lsin yoki hozirgi yangi zamonda bo'lsin, davomli insonlar orasida insonlarni to'g'ri yo'ldan, Allohning to'g'ri yo'lidan to'sadigan, kishilarni ozdiradigan ozg'un imomlar va yomon da'vatchilar mavjud. Bularning qatoridan Samiri kim? Samiri qaliq ibodat qiladigan qavmdan bo'lgan bir kishi edi. Ular Banu Isroil qavmiga qo'shni edi. Yana Samiri Banu Isroildan bo'lgan bir kishi edi degan rivoyatmi bor. Musa alayhissalom Tur tog'iga Alloh taolo bilan uchrashish uchun ketgan chaqda Samiri Banu Isroil qavmiga oltindan bir mo'zay yasadi. Va bu mo'zayni sizlarning ilohinglar va Musaning ilohidir. Musa bu ilahni unutib qolgan dedi. Bunda qilishni uning havo yavisi chiroyli ko'rsatdi. Samiri oltindan yasgan bu mo'zaydan xuddi kalima o'rgandek ovoz chiqqanligi uchun kishilar uning gapiga ishonib qolib, Allohning ibodatidan yuz o'rib bu mo'zayga ibodat qilishdi. Samiri Musa alayhissalomning qavmini ozdirdi. Ularni Allohga ibodat qilishdan ozdirib, mo'zayga ibodat qilishni chiroyli ko'rsatdi. Bu kishilarning qatoridan Amr ibn Amir al-Xuzai, Aysha raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundaq degan: Men do'zaxni bir-birini parchalayotganligini ko'rdim va do'zaxda Amirni ko'rdim. Ya'ni Amr ibn Amirni ko'rdim. U o'zining uchaylarini so'rab, shundaq yurganligini ko'rdim. To'gini qo'yayotgan deganda
o'zlarining ilohlarga nazr qilib atab, to'gilarni xohlagancha qo'yib etgan. Tөгini minmaydi va suvdan cheklanmaydi va o'tloqdan hech qanday cheklanmaydi. Mushu ishni tunji bo'lib yo'l qo'ygan. Amir ibn Amir degan bu kishi tunji bo'lib İsmoil alayhisalomning dinini o'zgartgan va butlarni iloh deb but tiklagan kishidir. Yangi zamondagi ozdirdigan, ozg'un, yomon da'vatchilar bo'lsa, chekidan oshgan rafiziylar. Bular nurg'un ishlarda ahli sunnatning asoslariga qarshi, ular qarshi yo'l tutadi va ular qarshi aqidada. Bu ishlarning qatoridan ular o'zlarining havo havasiga ergashganligi tufaylidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahih sunnatlarini, sahih hadislarini rad qiladi, inkor qiladi. Ular zaman oxirida yuz beradigan, masalan, Dajjal, İsa alayhisalomning osmondan tushishi va Mahdining chiqishi qatorliq qiyomatning alomatlarini sharhlab beradigan, bayon qilib beradigan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahih sunnatlarini inkor qiladi. Mahdi kim deganda, Mahdi Fatima radhiyallohu anhuning o'g'li Hasan radhiyallohu anhuning jamoatidan bo'lgan Muhammad ibn Abdullah ismli bir kishi. Allah Taala bu Mahdiga bir kechada tavfiq ato qilib, uningga tushuntirib, to'g'ri yo'lga boshlab, uni mashriq ahlidan bo'lgan kishilar bilan kuchlantirdi. Kishilar uningga Ka'baning qishida bay'at berdi va musulmonlarning xalifasiga aylandi. Bu Mahdi Rafiziylar da'vo qilgan, Sardab Sarmada degan tarafdan chiqadigan, hozir hayot deb da'vo qilgan bu Mahdi emas. Rafiziylarning bu da'vosining yoki Qur'ondan yoki sahih sunnatdan hech bir dalil yo'q, asos yo'q. Ularning bu da'vosi faqat shayton tarafdan kelgan vasvasa xolos. Havoyi havasga ergashganligi xolos. Rafiziylar sahobalarga ta'na qiladi, sahobalarni kofirga chiqaradi. Bulub Muaviya radhiyallohu anhuni. Muaviya radhiyallohu anhuni ular bu bizning fojiamizning boshlanish sababi deb mushundoq deydi. To'g'ri aqidadan burilib ketish sabablaridan yana bir sabab havoyi havasga ergashish. O'ziga foydali bo'lamdi yoki ziyonli bo'lamdi, uning parvo qilmasdan nafsi yaxshi ko'rgan, nafsi xohlagan ishlarga ergashish. Bizning bu yerdagi maqsad qilganimiz insonga ziyon qiladigan ishlar, zarar qiladigan ishlar va insonni haq doirasidan chiqarib o'tadigan, insonga ziyon yetkazadigan ishlar. Bularning dalillaridan Alloh taolaning tuvanki so'zdir. Agar ular sening chaqiriqingga, da'vatingga ovoz qo'shmaydi ekan, ijobat qilmaydi ekan, bilginki, ular faqat o'zlarining havoyi havasiga ergashidi. Ya'ni ular sening chaqiriqingga ovoz qo'shmagan ekan, ular havoyi havasga ergashgan bo'ladi. To'g'ri aqidadan burilib ketish sabablaridan yana bir sabab salih kishilar haqida chekidan oshirib o'tish. Ya'ni ularni ziyoda maqtash va ularning o'ziga tegishli bo'lgan o'rnidan ularni ziyoda yuqori ko'tarib o'tish va yana ibodat xarakterlik ba'zi ishlarni Alloh taolo qilmay ibodatni mushu salih kishilarga ibodat qilish. Masalan, ularga atab qurbonlik qilish, nazr qilish va ularga duo qilib, ulardan yordam so'rash, madad tilash qatorliq ishlar. Xuddi Nuh alayhisalomning qavmi ulardan o'lib ketgan salih kishilarga qilgandek. Dastlabda ularning rasmini chizib aslashadigan bo'ldi. Keyin bara-bara ularning haykalini tiklashdi. Haykalini tiklab, bara-bara bu haykallarga sajda qiladigan, qurbonlik qiladigan, madad tilaydigan, duo qiladigan bo'lib ketdi. Xuddi Qur'on Karimda kelgandek, ular ilohlaringlarni tark etmanglar. Vatni, Suva'ni, Yag'uz, Yauq va Nasr bularni tark etmanglar deyishdi. Zamanımızda şu deganda zamanımızdamı nurg'un joylarda kishilar salih kishilarning qabrisiga berib, qabrlarni suyib, qabrlarning qishida duo qilib, qurbonlik qilib, ulardan yordam tilab, madad tilaydigan bundoq ahvollar bor. Bundoq kishilar qabrga ibodat qiladigan kishilar deb atildi. Ya'ni Alloh ibodat qilmay, qabrga ibodat qiladi. Shunga bularning bu qilmishi up-ochiq shirkdir. Salihlar haqida g'ulub qilishning, ya'ni chekdan oshirib etishning haromligining dalillaridan Alloh taolo mundaq deydi: "Ey ahli kitob, sizlar dininglarda g'ulub qilmanglar, ya'ni chekdan oshirib etmanglar va Alloh taologa faqat haq so'zni qilinglar." Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq deydi:
Ey insonlar, sizlar dinda g'uluv qilishdan, ya'ni chekidan oshirib o'tishdan ehtiyot qilinglar, hazar aylanglar. Chunki sizlardan ilgirki qavmlar dinni chekidan oshirib o'tganligi, g'uluv qilganligi sababidan halok bo'ldi. Sağlam aqidadan qiyib ketishning, ezib ketishning yana bir sababi qarug'larcha taqlid qilish. Buning ma'nosi dadalarga, bovularga, ajdodlarga, olimlarga va yurtning cho'nglariga, bundaq kishilarga qarug'larcha agishish. Dalilsiz, hujjatsiz ularga itoat qilish. Bu to'g'risida nurg'ulg'an dalillar kelgan bo'lib, bu dalillardan Alloh taolaning tuvanki so'zdir. Qiyomat kunida kofirlar shundoq deydi: "Ey Rabbimiz, biz o'zimizning cho'nglarga va boshliqlarimizga itoat qilibmiz. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirib ketibdi." Buning dalillaridan yana Alloh taolaning tuvanki so'zdir. Ular Allohni qo'yib, o'zlarining olimlarini va rohiblarini va Masih ibn Maryamni, ya'ni Isa alayhisalomni iloh qilib oldi. Ya'ni ular poksiz, hech qanday dalilsiz Alloh taolo halol qilganni harom, harom qilganni halol qilishda o'zlarining olimlari va rohiblariga ergashdi, ularga itoat qildi. Yangi asrdagi qarug'larcha ergashish, qarug'larcha do'rash, qarug'larcha itoat qilishning ko'z ko'rinarli misollaridan so'pilar va rafiziylar. So'pilar va rafiziylar o'zlarining ozdirg'uchi mashayihlari va ozg'un imomlarga hech qanday dalil poksizlar qarug'larcha taqlid qilib ergashib ketadi. Sağlam aqidadan burilib ketish sabablaridan yana ozg'un yo'llarga ergashish. Alloh taolo mundaq deydi: "Mana bu mening to'g'ri yo'limdir. Sizlar mening bu to'g'ri yo'limga ergashinglar. Shaytonning yo'llariga ergashmanglar. Agar sizlar shaytonning yo'llariga ergashsanglar, ular sizlarni Allohning to'g'ri yo'lidan ozdirib ketadi." To'g'ri aqidadan qayib ketishning, chetnab ketishning sabablaridan biri yana Alloh taolaning shar'iy va kavniy oyatlarini tadabbur qilishdan, tafakkur qilishdan g'aflat qilish. Bu haqda Alloh taolo shundoq deydi: "Ular Alloh ularning qalblarini, quloqlarini va ko'zlarini pechatlayotgan kishilardir. Ana shular g'ofil kishilardir, g'ofillardir." To'g'ri aqidadan chetnab ketish sabablaridan yana bir sabab takabburlik, hakavirlik. Takabbur kishini haqiqatni rad qilishga va haqiqatni epkagan kishining gapini qabul qilmaslikka undaydi. Kibr, ya'ni takabburlik, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandek, haqiqatni qabul qilmaslik, ya'ni takabburlikdan haqiqatni qabul qilmaslik va insonlarni ko'zga ilmaslik. Dal mushu xatarlik sabab butun yomonlikning beshi va asosi bo'lgan iblisni ochiq oshkor haqiqatdan qaydirib etdi, to'g'ri yo'ldan ozdirib etdi. Bu vaqt Alloh taolo Qur'oni Karimda shundoq deydi: "Biz o'z vaqtida farishtalarga odamga sajda qilinglar desak, ularning hammasi sajda qildi, lekin iblis takabburlik qilib, hakavirlik qilib, kofirlardan bulab ketdi." Dal mushu kibr kofir ummatlarni payg'ambarlar epkagan to'g'ri yo'lga ergashishdan to'sib qo'ygan asosiy sababdir. Bu vaqt Alloh taolo shundoq deydi: "At qavmi zaminda haqsiz ravishda takabburlik qildi va bizdimi kuchli kim bor?" dedi. To'g'ri aqidadan chetnab ketish sabablaridan yana birisi shaytonga ergashish. Buningga Qur'on Karim va sahih sunnatlardan nurg'ulg'an dalillar bor bo'lib, bu dalillardan Alloh taolaning tuvanki so'zdir: "Haqiqatan shayton sizlarga dushmandir. Sizlar shaytonni dushman tutinglar. Shayton o'zining guruhini do'zax ahlidan bo'lish uchun chaqirdi." Buning dalillaridan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning munu hadisidir. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'li bilan bir siziq sizidi. Ondan mana bu Alloh taolaning to'g'ri yo'lidir dedi. Ondan bu siziqning o'ng tarafidan va so'l tarafidan siziqlarni sizidi va mundaq dedi: "Mana bu yo'llarning har bir yo'lining ustida bu yo'lga chaqiradigan bir shayton bo'ladi." Ondan bu oyatni o'qidi: "Mana bu mening to'g'ri yo'limdir. Sizlar bu to'g'ri yo'lga ergashinglar, shaytonning yo'llariga ergashmanglar." Biz bu darsda to'g'ri aqidadan burilib ketishning asosli sabablarini bayon qilib o'tdik. Kelarki darsda to'g'ri aqidadan burilib ketishdan saqlanish choralari haqida to'xtalamiz. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk.